Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Acarız, Washington'da sözdeyimiz. Bugün çizdak 2021 yıl 3. ayının 20. günü vatandaş. Ben sizlerge vaziyet doğrusu da hazır bir hoş haber eğitimen dedim. Lekin sizler bunu anlap boldunlar. Birbirine yetkizip boldunlar. Anlap bolsanlımı, birbirine yetkizip bolsanlımı, memmi üzemnin kanalı, üzemnin çanalı, ya üzemnin televizyon videosu dep koyay. Bu hoş haberini yetkizey vatandaşım. Bu qatam Alyaska jığınıda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi Jake Sullivan qatorliq davlat rahbarlari Jungoning tashqi ishlarga mas'ul yuqori darajalik amaldori Yang Jiechi va Jungo tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi bilan Alyaska Chorny shahrida suhbat o'tkazib, Amerika Qo'shma Shtatlari va Jungo Xalq Jamhuriyati o'rtasidagi masalalar yoki Jungo ta'kidlayotgan ixtiloflar, Amerika ta'kidlayotgan ixtilof tug'diruvchi masalalar ustida suhbat o'tkazganda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Uyg'uriston masalasi, Hong Kong masalasini birinchi bo'lib eg'izga oldi. Ya'ni qatori 5-6 masalani eg'izga oldi va shunday dediki, bu yolg'iz Jungoning ichki ishi emas. Bu xalqaro ish. Bu yerda yuz berayotgan siyosiy bostirishlarga xalqaro jamiyat diqqat qilayotgan ish. Shunga bu yer bu makonlar va yoki shu ish tartibida hargiz Jungoning ichki ishi emas. Demek Jungoning ichki ishi emas. Men bu hoş haberni sizlarga yetkazdim. Sizlar burun anlap boldinglar. Men tunji qatim o'tgan yil 6 ayning 17 kuni sobiq prezident Trump hukumati Uyg'ur kishilik huquq va siyosat qonuniga imzo qo'yganda bir hoş haber degan edim. Bugun buni ham hoş haber dedim. Masala mushundoq bo'ldi. Vatandaşım, tünügen bir leksiya tayyorlagan edim, lekin sizlarga uni anlatmadım. Shuningda bir cümle sözüm vardı. Jungoning qora darvozasi chekildi. Yani Jungo'ga kiradigan, chiqadigan qora darvoza chekildi. Evvel 15. günü, 3. ayning 15. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministrligining axborot jurnalida Tayvan Jungoning zimini emas deb e'lon qilindi. 4 aydan keyin avvali o'tgan yil 11 ayning 12 günü sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo tarafidan Tayvan Jungoning zimini emas deyilgan edi. 15. günü Davlat Mudofaa Ministrligining jurnalida, axborot jurnalida Tayvan Jungoning zimini emas deyildi. Bugun 3. ayning 18. günü, 19. günü 2 kun o'tkazilgan Alyaska Chorny shahrida o'tkazilgan Jungo Amerika Qo'shma Shtatlari suhbat yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken bu sening ichki ishing emas. Bu Jungoning ichki ishi emas. Bu bugun xalqaro masala. Xalqaro ko'ngil bo'layotgan masala dedi. Men sizlarga ikkinchi qitim xo'sh xabar qilib yetdim. Jungoning qora darvozasi chekildi, hurmatli vatandosh. Shunga bu qatim xabarlarda muxbirlarning xabarida bu suhbat yig'inida Jungoning diplomatiya vakili Yang Jiechining o'tirg'i sakrab chiqib qolaymaqon so'z deganligini yoki makkorlik, hiylagarlik va ushuqliq qilganligini axborotda shundoq deyildi. Qilganligini o'tirg'i elishdi vatandoshim. Demak tayyorligi bor. Yoki tayyorligi yo'q. Men bir ehtimolda tayyorligi bor deb sizga yetkazdim. Sababi 17 kunidan 14 kunidan 17 kunigacha Jungoning 3. darajalik davlat rahbari Wang Yang, siyosiy kengashning boshlig'i Wang Yang Urumchini ko'zdan kechirdi. 3 guruhga bo'linib ko'zdan kechirdi. Qashqar, Turpan, Qumol, Atish, Qizilsuv oblast 3 guruhga bo'linib ko'zdan kechirdi. Nəhayət ciddi gözdən görüş.
köçürüş, ciddi yetip beriş. Bu yerde zaten emiş var. O vakıraydı. O sekratqa tushgandimi vaqiraydi. Sekratqa tushmagandimi vaqiraydi. Onun şuarı o'xshash bir xil şuar. Undaq zarba beraman, bundaq jazolayman. Bilginchilar, masalan, Nazarband lageri, tarbiyalash lageri degandek so'zlarni vaqiraydi. O vaqiralavasi, uning vaqirash huquqi bor. Chunki u kuch bilan, harbiy kuch bilan, soqchi kuchi bilan mustamlika Uyg'uristonga hukmronlik qilayotgan millat. Lekin siz shuni qarang, vatandoshim, Alyaski yig'ini, suhbat yig'ini 18-19 yillarga belgilendi. 14 kunidan 17 kuniga 4 kundagidek Wangyangning Urumchida mustamlika Uyg'uristonda bo'lishi bu bir qiziq ish. Bazı söz ibarla udul kilidi, doğrudan doğru kilidi. Bu qatim Antony Blinken Davlat İşler Katibi nima dedi? Bizning qalbimiz shu kenki, biz gapni doğrudan doğru qo'ydik. Buni ham tuvan tahlil qilamiz vatandosh. Doğrudan doğru qo'ydik. Hozir harakat bilan mi söz qilg'ili, gap qilg'ili bo'ladi. Masalan, Wangyangning Urumchiga berishni bir harakat deymiz vatandosh. Shundaqla Davlat İşler Katibi Amerika Qo'shma Shtatlarning Antony Blinkenning yuqoridagi fikr qilishini bu xalqaro ish, sening ichki ishing emas degan harakat desak, buning keyin yana simvollik ko'rinish bor. Bishorat bor. Aqlga ishorat, nadonga juvaldiras. Endi-chu Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar katibi Antony Blinken 23-kunidan boshlab Yevropa, Belgiya, Brussel shahriga berib, NATO'ga a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari yig'ini qatnashdi. Biz buni harakat deymiz. Bu harakatdan bishorat keldi, bishoratni analiz qilib oling. Bu harakat simvollik ma'no keldi, simvollik ma'noni analiz qilib oling. Vatandoshim, ishlarning tartiblik o'rinlashtirishi shundoq. Yana birisi, bu qatim suhbatda Davlat ishlar katibi Antony Blinkenning ifodasi uchun, masalan, Jungo suhbat vakillari bilan suhbatlashgan ifodasi uchun Prezident Joe Biden nima dedi? Men sening bu ifodangdan faxrlanaman dedi. Tushundingizmi vatandosh? Mana endi Jungo'likqa nima deymiz? Shaxsan o'zim uchun aytganda, men bu anglashga taqozo yurgan 70 yillab, 50 yillab, 40 yil ikki davlat munosabat, diplomatik munosabat o'rnatildi. Xiyobonning chekinimizdagi 6 modellik siyosati ijro qilmay Xitoy millatchilari tashlab qo'ydi. Ijro qilish u yoqda bo'lsin, bugun Xitoy millatchilari jazo lageri qurdi. Yig'ilish lageri qurdi. Uyg'urlarni bostirdi, qirg'in qildi, etnik tozalash olib bordi. Etnik qirg'inchilik qildi. Xitoy millatchilari bu 40 yil ichida shunday foydalandi. Lekin vaqt keldi, Xinjiang deganing sening tilingda, Uyg'uriston Uyg'urning tilida. Bu sening ichki ishing emas. Endi Hong Kongchi, Hong Kong sening ichki ishing emas. Tayvan ham shunday, Tibet ham shunday. Vatandaşlarım, bugün bu hoş haber doğrusuzluk sizlerge qilib bergan tahlilim endilikda leksiya so'zlaymiz sizlarga vatandaşlar. Leksiyadan keyin yana Xudo xolisa sizlar bilan muhokama qilamiz.